Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari. Mana xudo xolasa navbatdagi stanogimiz Samarqand viloyati Pastarg'omga ketyapti. Stanogimiz 2 bo'lak stanok deyilgan edi. Tepa qismida 3 ta nasatkalik variant qilganmiz. Isabella stuli va undan tashqari Deco Milano stullari uchun nasatkalar. Endi hozir oldiga o'talmayman chunki beti laklangan holatda, ikki sloylak, ikkinchi sloy ozgina qotish qiyin bo'ldi. Kech bo'lishiga qaramasdan yukladik. Xudo xolasa sindirma bukadigan burchakka qo'yilgan, 20 lik turba ichkari yigitari bukadigan lola fasollari uchun qo'yilgan nasatkasi, 41 diametrlik nasatkamiz va 46 diametrlik nasatkamiz. 30 diametrlikdan 3 ta terilgan. Bundan oldingi videoda ko'rishlaringiz mumkin. O'sha videoda podrobniy gapirib o'tdik o'sha narsani. Undan tashqari qoliplarimiz o'sha Deco modeli uchun qolip, Deconing yoqalik qolipi va undan tashqari Milano stuliga qolip, lola stiliga ham qolip bor. Mana paxta anaqasi bilan turibdi. Qo'ziqorin fasoniga tayyorlab qo'yilgan holatda, sindirma bukilgan. Eng qiziq o'sha tag qismi sindirmasdan bukilgan holatda turibdi. Undan tashqari 15 lik turba va 15 lik turba va 15 lik profilga mo'ljallangan nasatkalar ham qo'yilyapti. Bu stanogimizda 7 ta nasatkalik holatda ketyapti. Razmerlar hammasi ko'rsatilgan, faqat hozir ichkari ozgina qorong'ulik bo'lganligini hisobiga razmerlar ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin, lekin imkon boricha ko'rinib turibdi menimcha. Shu yerda razmerlar yozilgan. Polni obzor hamma narsasi chizilgan, bukilgan detallari mana birga qo'shilib ketyapti, xudo xolasa. Hozir pastga tushamizdan qolgan syomkalarni ham davom ettiramiz. Endi o'sha holatdagi, yig'ilgan holatdagi stanogimiz, boya bundan oldingi videoda ham gapirib o'tdik, o'sha Deco modeli, Isabella modeli Yevropada turibdi. Manaqa lola stullar deysizlarmi, oddiy stullar deysizlarmi, manaqa Deco Comfort modellari kimlardir shuni Toast deydi nomini. Mana shunaqangi modellarni chiqarishga mo'ljallangan 6-7 xil modelda Chanel stullari ham bor. Ro'parada endi u yoqqa boryapmay. Ashunaqangi holatdagi stullarni ham chiqarishga mo'ljallangan. Общий soni bir 40 ga yaqin modelni chiqarishga mo'ljallangan bo'ladi. Silva stuli ham bor. Ichida ofisning 2.5 ga 2.5 profil, 2 ga 2, 4 ga 2, 1.5 ga 1.5, 15 lik, 20 lik turba nasatkalari qo'yilgan bo'ladi stanogimizga. Xo'sh, undan tashqari akamiz o'zlari bilan olib ketayotgan materiallardan kojani tikilgan varianti, porolon mahsuloti va kojaning ikkita mo'yishi koja rulonda. Xudo xolasa rata mahsulotlarini hozir olmadi chunki olingan zakazlari hozir oddiy stollardan ekan. Undan tashqari bu yerda hozir 15 lik turba, 32 lik turba, 20 lik stol turbalarimizdan zakaz berib shu yerdan olishdi, xudo xolasa. Materiallarni sinab ko'rdik, chotki xudo xolasa. Bukilish ishlari sinmaydigan holatlari konkretniy, xudo xolasa. Mana shu materiallarimiz soziston bilan qo'shib yuklab jo'natiladi. Kanalni kuzatib boraverasizlar, xudo xolasa. Boricha yangi variantlarni chiqarishga harakat qilyapmiz. Bu oldindan chiqarib yuribmiz o'zi, taxminan bir 3 oy atrofidan chiqaryapmiz mana shu stanokda. Faqat endi full variantda bu narsani to'g'risi gap syomkaga chiqarmay turdik. Chiqarsak ham bo'laveradi, chiqarmasak ham bo'laveradi. Endi to'g'risi gap hali odatda o'sha qilingan stanogimiz video syomka qila olmasligimizdan yuklab yuborilyapti. To'g'risi video syomka qilishga vaqt bo'lmayapti o'shaning hisobiga. Endi hozir mana shu stanokka zakaz beradigan bo'lsalar, bizga Telegramda yozinglar yo bo'lmasa o'sha telefon qilib Telegramda tashlab bergan desalar, masalan, hozir o'sha stanok haqida ma'lumotlar tashlayveramiz. Stanoklarimiz o'sha tagida narxlari yozilgan, nechta nasatkaligi, nechta shablon qo'shib berishliklari, nechta xil chiqarishliklari haqida ma'lumot yozilgan. Bu yerga bizga kelsangiz, masalan, o'sha stanokni ishlash jarayonini kuzatasiz, o'sha ishlash jarayonida o'zingiz ishtirok etasiz. Xudo xolasa mana shu bukilgan detallarni ham mana shu o'rganayotgan shogirdlarimiz qilgan. Xullas, mana shunaqangi holatda karkas tayyorlash jarayonlariga ham ishtirok etasizlar. To'quv jarayonlariga ishtirok etasizlar. Eng qizig'i ichkari hozir sal qorong'ulik qilyapti. Hozir ish jarayonlariga polni masjidda ishtirok etib, to'qish jarayonlari hammasiga o'sha yerda bevosita ishtirok etib borasizlar. Xudo xolasa bu yerda Jizzax viloyatiga tayyorlangan stollarimizdan 8 tasi tayyor bo'ldi deydi seriyasi. Bu o'zi aslida 5 xil rangidan 8 talikdan o'rindig'ini o'zidan zakaz bo'lgan edi. Zakazlarimiz qolganlari ayollar tomonidan to'qilyapti, uylariga berganmiz. Ish jarayoniga kelib mana shu yerda o'rganib ketishlaringiz mumkin. Hozir ozgina beporядка bo'lib turibdi, chunki sababi kechroq ishladi bolalar. Shuni hisobiga tozalanmasdan qolib ketgan. Mana shu yerda to'quv jarayonlarini ishtirok etib o'rganib ketasizlar, xudo xolasa. Manzillarimiz Farg'ona viloyati bo'ylab tumani, Kamarqishloq mo'ljal arendirimiz 3-maktab ichida. Ekran betiga yo bo'lmasa описаниyaga nomer yozib qoldirishga harakat qilamiz. Biz bilan bog'lanib, o'zingizga kerak ma'lumotlarni so'rashingiz mumkin. Manzillar yana bir bor eslatib o'tadigan bo'lsak, Farg'ona viloyati bo'ylab tumani, Kamarqishloq mo'ljal arendirimiz 3-maktab ichida.
Nasatkalarni отдельный zakaz bersalar ham tayyorlab berilaveradi. Hozir bu keyingi stanogimiz tayyor bo'lishiga tayyorlangan nasatkalar. Xudo xolasa qo'ng'iroq qilib o'zingizga kerak ma'lumotlarni so'raysiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Dilmurod Qo'g'onov bo'ldi. Kanalni muntazam kuzatib boring. Video foydali bo'layotgan bo'lsa bitta laykni bosib qo'yasizlar degan umidamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat hammaga.